Vatanni sevish, muhabbat qilish, uni sog'inib yashash insonning tabiatida mavjud bo'lgan bu nozik hisdir. Bu hisni har bir insonni o'zi biladi. Qanchalar his tuyg'usi borligini albatta Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'z vatanlari Makka-i Mukarramani yaxshi ko'rar edilar. U zot Alloh taologa iymon keltirishga da'vat qila boshlaganlaridan so'ng Makka mushriklarining zulmlari haddan oshib Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning jonlariga, muborak jonlariga qasd qilishlikka yetib borgandan so'ng Alloh subhanahu va taoloning amriga, buyrug'iga binoan Makka shahridan chiqib ketishlikka majbur bo'ldilar. Chiqish payti kelganda Rasulimiz alayhi salatu va salom ko'zlariga yosh oldilar. Ko'ngillari bo'shab, ortlariga qarab Makka-i Mukarramaga qarab shundoq dedilar: "Ma atyabaki min baladin va habbaki ilayya. Walaula anna qawmi akhrujuni minki ma sakantu ghayraki." Ey Makka dedilar. Ey Makka, sen men uchun qandoq ham sevimli va yoqimli shaharsan. Agar qavmim meni sendan chiqishga majbur qilmaganlarida edi, sendan boshqa joyda yashamas edim deb mana shu muborak so'zni aytdilar. Shuning uchun muhtaram azizlar, vatan borasida, vatanga bo'lgan muhabbat borasida so'z yuritar ekanmiz. Har bir mo'min inson, musulmon inson vatanparvar bo'lishga harakat qilishlik kerak. Bu qaydan boshlanadi? Bu oilasidan boshlanadi. Ahli oilasini, farzandlarini, nabira-abiralarini yaxshi ko'rishlikdan boshlanadi. Oilasini yaxshi ko'rgan inson vatanini yaxshi ko'radi. Farzandlarini, bola-chaqalarini yaxshi ko'rgan inson vatanini yaxshi ko'radi. Lekin badxuluq bo'lsa, badfe'l bo'lsa, qalbini ochmasa, muhabbat qilmasa, bolalariga, oilasiga muhabbat qilmasa, bu inson vataniga ham muhabbat qilmaydi. Sizlar bo'lmasalaring boshqa joyda yashayveraman deydi. Yengilsan deydi. Boshqa joyda ham kunim o'tadi deydi. Alloh panoh bersin. Alloh asrasin.